30-oktyabr tebranish va o'tish davri. Bu kun energiya portali ochiladigan kunlardan biridir. U oy va yer rezonansi kuchayadigan, insonning ruhiy, jismoniy va ong darajalari uyg'unlashadigan davrdir. Bu kun eski dasturlarni, og'riq, qo'rquv, pushaymonlik, og'ir fikrlarni yetish uchun qulay davr. Ruh, tana va ong bitta chastotaga kiradi. Shu sababli inson ichida yorug'lik uyg'onadi. Yangi yo'l, yangi energiya, yangi hayot bosqichi boshlanadi. Bu energiya ayniqsa ruhiy ishlovchilar, numerolog, astrologlar va ongi ochilgan insonlar uchun kuchli sezilarli kun bo'ladi. Chunki bu tebranish almashinuvi kuni. Bu kunning tebranish kodi 4 energiyasiga asos bo'la oladi. Elementi yer, sayyorasi Saturn. Bu esa karmani tozalash, mas'uliyatni qabul qilish, eski hayotdan chiqish energiyasini anglatadi. Bugun qanday hodisalar bo'lishi mumkin? Ruhiy bosim yoki ichki og'irlik his qilinadi. O'tmishdagi xatolar yoki pushaymonliklar yuzaga chiqadi. Tanada issiqlik, yurak yoki bo'yin sohasida titroq amalga oshadi. Bu belgilar qo'rqinchli emas, ular energiya o'zgarishini bildiradi. To'siqlardan chiqib, yangilik kirib kelyapti degan ma'noni anglatadi. O'tish eshigi texnikasini bajaring. Demak, yoningizga bir stakan suvni oling. O'tmish energiyasidan ozod bo'lasiz. Ruhiy maydonni yangilaysiz. O'z tebranishingizni yuqoriga ko'tarasiz. Hayotingizdagi yangi darajaga olib chiqasiz bu texnika orqali. Texnika o'tish eshigi deb nomlanadi. Energiya maydonini tayyorlash, tinch joyga o'tiring va bir stakan suv oling va niyat ayting. Men o'tmish energiyalardan ozod bo'laman va yangilikni qabul qilaman deysiz. Chuqur nafas olasiz va ko'zlaringizni yumasiz va yana aytasiz. Men o'tish eshigidan o'tmoqdaman. Men yangilikni tanlayman. Mening ruhim uyg'ondi. Va asta-sekinlik bilan rahmat, men yangilandim, men olam bilan bir butunman, har narsa meni foydamga ishlamoqda, yaratuvchi bunga ruxsat berdi deysizda, stakandagi suvni ichasiz va yaratuvchidan minnatdor bo'lasiz. Bizda undan ham zo'r texnikalar bor. Bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va biz bilan doimo birga bo'ling.